Er ayol 2 bola va bir cho'ng onadan tarkib topgan 5 jon bor bir oila bor edi. Qiz 6 yosh, o'g'il 8 yoshga kirgan bo'lib, ular shahar sirtida o'ltiratdi. Bir kuni ayol kasal bo'lib qolib, doktorxonaga yo'tkaldi. Nurg'unlagan tekshirishlardan keyin uning xatarlik bir kasalga giribdor bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Doktor ayolning yo'ldishiga ayolingizni eng tez sur'atda operatsiya qilmasak bo'lmaydi dedi. Ular qayg'urgan peti beshini sangilatib uyga yenib keldi. Chunki ularning pulisi yo'q edi. Shahardagi do'stlarini o'yladi-da, ulardan qarz olish uchun shaharga yo'l oldi. Qo'shni ayollar har kuni degudek kasal ayolni yo'qlab turadi va Alloh sizga shifolik bersin deb duo qiladi. Bir kuni bolalar cho'ng onasidan Alloh degan kim? U qayerda? U bizning duoyimizni anglab, onamga shifolik beralamdi deb so'rab qoldi. Cho'ng ona bolalarning bu savolidan hayron qilib mundoq dedi. Alloh shifolik beradi bolalarim. Alloh bizni yaratgan. U osmonda turib bizning duoyimizni anglay oladi. Tilaklarimizni ijobat qiladi. Bo'libmi sizlardek bolalarning duoyini bakrak ijobat qiladi. Cho'ng onaning bu so'zlari bolalarning xiyolidan hech ketmadi. Ular atsa deganda maktabga berishning oldida do'konga berib konvert oldi va monolarni yozdi. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Alloh, bizning kasal onamizga shifolik bergin. Dadimiz qarz izlab shahardan qaytib kelanmadi. Onamizning kasali og'irlashib ketdi. Cho'ng onamiz seni bizga tushundirib, Alloh marhamatlik zot, bolalarni yaxshi ko'radi va duolarni ijobat qiladi dedi. Ey Alloh, bizning umidimizni yerda qo'ymagin. Qutqizish mashinasini avatishingni yo'lga chiqib saqlaymiz. Bu xat men va singlim ikkimizdan ulug' Allohga deb yozdi va xatni konvertga silib yo'l bo'yidagi xat sanduqiga soldi. Pochta xodimi xatni pochtaxonaga elib keldi. Ular maktublarni adres bo'yicha turga ayirish jarayonida nomsiz va yetkazish o'rni aniq emas bir maktubning borligini ko'rib hayron qoldi va maktubni ochdi. Xatni o'qib ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. Amaliyotda pochtaxonadagi bu xatni o'qigan har bir xodim yig'lab chiqdi. Hatto oxirida pochtaxona mudirimi hurkirab yig'lab ketdi. Ular bu sabiy bolalarning oq ko'ngilligidan suyundi. Ondan butun xizmatchilar yig'ilib i'oni to'pladi va xat to'plangan pochta sanduqi orqali bolalarning uy adresini bekitdi. Ondan keyin qutqizish mashinasini elib ularning uyiga keldi. Ko'chada o'ynayotgan bolalar qutqizish mashinasini ko'rib, qutqizish mashinasi, Alloh kapti degenicha sakrishib ketdi va mashina tarafga xo'shallik bilan yugurib kelayotgan bolalarni ko'rgan mudir yig'lab tashladi. Bolalar xo'shallikdan Alloh kapti, endi onamiz saqiydigan bo'ldi degenicha to'xtamay churqirishadi. Ular bemorni elib doktorxonaga opirib muvaffaqiyatlik operatsiya qildi. Bolalarning dadisi shaharda qarz so'rab yurib, pul tepib bo'lanmay, texichi uyga kelanmay yotadi. Bolalar cho'ng onasidan dadam nemishqa kelmaydi deb so'radi. Dadanglar Allohni unutib, do'stlarining yiniga ketdi. Shuning uchun u kechikib qoldi. Ammo sizlar Allohga duo qildinglar. Alloh duoyinglarni ijobat qildi. Alloh taolo mundoq deydi. Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan. Uning beshiga kelgan eg'irchilikni ko'tarib yetadigan va sizlarni zaminning o'rin bosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ini vaz-nasiyat olasizlar. Sura Naml 62-oyat.